Malcolm Gladwell 1963-yilning 3-sentyabrida tug'ilgan. Kanadalik jurnalist, yozuvchi va boshlovchi. Gladwell 1996-yildan beri The New Yorker gazetasining yozuvchisi bo'lib ishlaydi. Shu paytgacha 7 ta kitobi chop etilgan. Uning birinchi 5 kitobi The New York Times bestseller ro'yxatiga kiritilgan. Shuningdek, Revisionist History podkastining boshlovchisi va Pushkin Industries podkast kompaniyasi asoschilaridan biri hisoblanadi. Gladwell Angliyaning Hampshire shtatidagi Fareham shahrida tug'ilgan. Uning onasi Joyce Gladwell bo'lib, yamayalik psixoterapevt bo'lgan. Otasi esa Graham Gladwell Angliyaning Kent shahridan matematika professori bo'lgan. Uning 2 ukasi bor. Gladwell va uning otasi 1969-yilda Elmira, Ontarioga ko'chib kelishadi. Bolaligi davomida Ontario qishlog'ida yashaydi va u yerda Mennonit cherkoviga o'qishga qatnaydi. O'zining 2008-yildagi Outliers kitobida Gladwell o'z hayotidagi muvaffaqiyatiga, barchasiga oilasining o'rni kattaligi haqida aytib o'tadi va yozuvchi sifatida onasi unga namuna ekanligini ham aytadi. Waterloo universiteti 2007-yil Gladwellga faxriy doktor unvonini beradi. 1984-yil esa Toronto universitetining Trinity kolleji tarix bo'yicha bakalavr darajasini oladi. Gladwellning asarlari ko'pincha sotsiologiya va psixologiya kabi ijtimoiy fanlardagi tadqiqotlarning kutilmagan oqibatiga bag'ishlanadi va akademik ishlardan keng qo'llanadi.